Inoyatov Hasanjon, Toshkent shahridan, yoshim 21 da. San'atga kirib kelganimga unchalik ko'p bo'lmadi. Hozirgi kunda O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutining 3-kurs talabasiman. San'atga shu 1-kursimda kirib keldim. Ungacha oddiy umumta'lim maktabini tamomlaganman. Oilamizda san'atga qiziqqanlar bor, lekin san'atkorlar yo'q. Otam qiziqqanlar juda ham san'atga, lekin sohalari boshqa. Hamma uyimizda deyarli hamma milliy cholg'ular bor. Yoshligimdan bo'lardi. 5 yoshlarim atrofida dutor chalishni o'rgatganlar otam. O'shanda qo'limga olib, "Men o'rgating ada" desam, o'zlari yaxshi chaladilar, juda ham yaxshi chaladilar. Shuning uchun berib, sekin bittalar pardalarini bosib o'rgatganlar. Yoshligimizdan san'atga qiziqqanmiz. Ko'proq oilamiz yuristlar bo'lgani uchun yuridiskiy institutga kirishga ko'pincha harakat qilganmiz. Yuridiskiyga bo'lgan xohish ko'proq ustunroq kelib, oddiy maktabda o'qish davom ettirib, ko'proq huquq fanlarini, tarix fanlarini o'rganganmiz. Hamma fandan yaxshi o'qiganmiz o'zi. Karantin davrida gitara sovg'a qilishdi ota-onam. Gitara chalishni ham YouTubedan o'rgandik, bo'sh o'tirib uyda. Shundan keyin san'atga bo'lgan qiziqishimiz juda ham kuchayib ketdi. Gitarani o'rganib, ham vokalimizni ham kuchaytirdik. Shug'ullanib o'zimizni ustimizda ishlab institutga kirdik. Estrada aktyorligi yo'nalishida o'qiymiz hozir. Rejalar xudo xolasa magistraturaga ham kirish, magistraturani bitirgach o'z sohamizning kuchli egasi bo'lish, xalqimizning xizmatida bo'lish. Birinchi gitarani olib o'rganganim eng gullagan yoshlik chog'imda. Endi hamma menimcha shuni o'rgansa kerak gitara olganlar. Men bu qo'shiqni birinchi bo'lib onamga ijro qilib berganman. Har qanaqa qiziqishimizga yaxshi bildiradilar fikr. Yoshligimizda misol uchun san'atga qiziqish bo'lgan dedim-ku, onam hech qachon cheklamaganlar. Xohlaganing, o'zingning yuraging qaysinga ko'proq tortsa, o'sha tomonga intil deganlar. Juda ham xursand bo'lganlar. Bu narsa ham qo'limizdan kelayotganini ko'rib, juda ham xursand bo'lganlar. Onam har doim qo'llab-quvvatlaydilar. O'shanda aytdilar, sizlardan ham bo'ladi. Xohlaysizlarmi san'atkor bo'lishni yoki aytdilar. Yurist bo'lmasdan bunaqa kasbi bo'lish xohlaysizlarmi dedilar. Shunda otamizga aytdik, "Ada, mana shunaqa siz yoshligingizda dodam ruxsat bermaganlar-da san'at institutiga kirishga. Adam ham juda qiziqqanlar. Kirmagansiz, biza kirsak-chi" desak, adam juda ham xursand bo'ldilar. Chunki yoshlikdagi armonlari bo'lganda, bolalikdagi armonlari shu san'at institutida tahsil ola olmaganlar. Shunga juda ham keng yo'l ko'rsatdilar bizga, bemalol. "Men xursand bo'laman" dedilar. Otam san'at shaydosi deyarli har kuni kechqurun darsdan keyin kelib, darsda nima o'rganganimizgacha so'raydilar. U oddiy konkurs iyoda tursin, hattoki oddiy har kunimizni san'at institutida qanaqa o'tdi kuning? Men o'zim rohatlanaman, seni kuning qanaqa o'tganini eshitsam bo'ldi deydilar. Konkurslar iyog'ida tursin. Shu darajada yaxshi ko'radilar san'atni. Armonlari ushalayotganda menimcha juda ham xursandlar otam. Oilaviy muhitda hamma insonlar san'atga shaydo, onam taraf ham, otam taraf ham. Har bir bayram, yig'inlarda albatta oila a'zolarimizdan hech bo'lmasa bir donasi bo'lsa ham kelinglar, bugun kuylab beringlar, nimadir qo'shiq eshitaylik deb bizni taklif qilishadi. Albatta otam juda ham qo'llab-quvvatlaydilar, juda ham xursand bo'lib bizni tinglashadi. Birinchi maktab sahnasida chiqqanmiz. Musiqa o'qituvchimiz qo'shiqlar o'rgatardilar, yengilgina o'sha qo'shiqlarni chiqib ijro etganmiz. Biz shu paytgacha onlayn konkurslarda ham qatnashdik. Husan bilan birgalikda duet ijrosida Kazan shahrida bo'lgan konkursda birinchilikni oldik. Menimcha ota-onamning holatlarini so'z bilan ifodalashning iloji yo'q. Har bir chiqishim ularni eng oliy darajadagi ijro deb hisoblashadi. To'g'ri, kamchiliklarimiz bor, lekin otamga eng yomon qilgan ishimiz ham dunyodagi eng zo'r ishdek tuyuladi. Eng yaxshi qo'shiqchidek tuyulamiz. Tanlov juda ham qizg'in o'tyapti. Juda ham iqtidorli yoshlar juda ko'p respublikamizda. Ulardan shahar bosqichida qatnashdik, tuman bosqichida. Har birligisi juda ham iqtidorli yoshlar. Bugun mana respublika bosqichida o'tiribmiz. Ular ham juda iqtidorli. Menimcha bu tanlov yoshlarni katta sahnadan qo'rqmaslikka o'rgatadi. O'zini ustida ishlashni eng yaxshi yo'li sahnaga chiqish. Menimcha insonlarni oldida kuylash ba'zi insonlarga qo'rqinchli, lekin tadbirlarga, konsertlarga yoki mana shunday ko'rik tanlovlarga qatnashish insonni hayajonini sal bo'lsa ham bosadi deb o'ylayman. Men shunaqa o'ylayman, inson nima kasb qilishdan qat'iy nazar o'zi chin dildan o'sha sevgan kasbini qilsa, menimcha o'rin topmasdan iloji yo'q. O'z o'rnini albatta topadi. Agar o'sha kasbni yurakdan haqiqatda yaxshi ko'rib qilsa. O'zim tengi, o'zimdan katta, o'zimdan kichkina barcha shu yosh toifasida qatnashayotgan ishtirokchilarga, vaqtinchalik raqobatchilarimga
omad tilayman. Hammaligingizni omadini bersin Allohim.